Yangi O'zbekistonda ayolga bo'lgan e'tibor davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi. Chunki jamiyat taraqqiyoti avvalo ayolning bilimi, sog'lom, erkin va faol bo'lishiga bog'liqdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganidek, ayol baxtli bo'lsa, oila baxtli bo'ladi. Oila baxtli bo'lsa, jamiyat va davlat barqaror bo'ladi. Ushbu ezgu tamoyil bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarning mazmunini belgilab bermoqda. Ayniqsa, bugungi kunda xotin-qizlarning ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, tadbirkorlik bilan shug'ullanishi ularning har sohada faol va yetakchi ekanligini ko'rsatmoqda. Ana shunday faol, yurtimiz ravnaqi yo'lida mehnat qilgan va tinimsiz rivojlanishda bo'lgan ayol-qizlar esa doim davlat e'tibori va e'tirofida. Navoiy viloyatining Nurota tumanida 22 yildan buyon kashtachilik va so'zanachilik bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkor ayolning Prezident tomonidan shuhrat medali bilan taqdirlanishi so'zlarimizning yaqqol namunasidir. Zarina Hamidova dastlab 10 nafar hunarmand ayol bilan Nurotada tadbirkorlik faoliyatini boshlagan. Bugungi kunda esa 700 dan ziyod xotin-qizlarni ish bilan ta'minlab kelmoqda. U ilk bora 2025-yil davlat rahbarining e'tiboriga tushdi. Zarina Hamidova yurtboshimizning tadbirkorlar bilan o'tkazgan video selektorida milliy hunarmandchiligimizning kashtachilik san'atini yanada rivojlantirish uchun bir qator takliflar va yangi g'oyalarni ilgari surgan. Sizni biz tadbirkorlarga berilayotgan imkoniyatlaringiz natijasida 2025-yilga kelib 600 nafar xotin-qizlar bilan hozirgi kunda ish olib boryapman. O'sha 600 nafar ayollarimiz mehnatiga qarab 2 milliondan 12 milliongacha oylik daromad olib kelmoqda. Chet ellarga borsak, men hunarmandman, O'zbekistondanman desa, juda ham xursand bo'lib kutib olishadi-da. Bu sizning bizga bergan e'tiboringiz deb o'ylayman. Zarina, avvalambor mana shu 600 ta ayollarni, qizlarni zamonaviy bo'lishga ishonch paydo qildirganingiz uchun men sizdan minnatdorman. Kashtachilik 5 yil oldin bunaqa emasdi. Bizda hali imkoniyatimiz juda katta, bozorimiz ham bor. Nima yordam kerak hozir? Bilamizki, Navoiy viloyati Nurota tumani turistik zona bo'lgani uchun u yerga juda ham ko'p turistlar kelib ketadi. Menga o'xshagan juda ham ko'p so'zanichilar bor, lekin bizda shunaqa katta so'zani markazi yo'q edi. Men xohlardim Nurota tumanida katta so'zani markazi bo'lishini aytishni juda xohlardim. Chunki orzu qilardim-da, Nurotada shunaqa katta maskan yo'q edi. Bir kuni video selektorga meni taklif qilishdi. Muhtaram prezidentimizga Nurota tumanida katta so'zani markazi bo'lishini va u yerda o'sha nurotalik ayollarga qulay shart-sharoitlar bo'lishini aytdim va ular meni bu fikrlarimni qo'llab-quvvatladilar. Bugungi kunda markazimiz qurilishi allaqachon start olgan va bundan juda ham xursand bo'ldim. Shundan so'ng ko'p vaqt o'tmay Zarina Hamidova O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra jamiyatdagi faol mehnati, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikni rivojlantirishdagi xizmatlari uchun yuksak davlat mukofoti Shuhrat medali bilan taqdirlandi. Prezidentimiz tomonidan Shuhrat medali bilan taqdirlanganimni eshitib, juda ham hayajonga tushdim va o'sha 22 yil davomida qilgan mehnatlarim bekorga ketmaganini angladim va bu medal bizaga, meni jamoamga qanot bo'ldi deya olaman. Hozirgi kunda 700 nafar ayol qizlar bilan ishlayotgan bo'lsak, bu medal o'sha men bilan birga ishlayotgan jamoamni yutug'i deb bilaman. Chet ellarda so'zanalarimizni sotganimizda ular ushlab ko'rardilar-da, rostdan qo'lda tikilganmi derdilar. Ipidan tortib matogacha qo'lda bo'yaladi. Ustimdagi choponam 3 oy davomida tikilgan. Ko'rinishidan oddiygina tuyulishi mumkin, lekin juda ham katta mehnat talab qiladi. Buni igna qo'liga ushlagan ayolgina his qila oladi. Hozirgi kunda juda ham ko'p davlatlarga eksport qilib kelmoqdamiz. Undan tashqari yaqinda Xitoy davlatiga borib keldim. U yerda ham juda ko'plab shartnomalar imzolab keldik. Prezidentimizni bu biz tadbirkorlarga bergan imkoniyatlari natijasi deb bilaman.